Kovutlarga metan va propan gaz ballonlarini o'rnatish narxi qancha? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, videoni oxirida batafsil ma'lumot berib o'taman narx-navosi bo'yicha. Bizda Cobalt avtomobillariga metan gaz ballon, Laboga ham metan gaz ballonlar o'rnatish boshlangan. Bu yoqda Cobalt. Bu Cobaltimizga 90 litrlik metan gaz ballonni o'rnatib berilyapti. Vikor brendi ostida O'zbekistonda ishlab chiqariladigan eng yaxshi sifatga ega bo'lgan ballonlarimizdan, krani ham eng sifatli kranlarimizdan. Reduktori original X reduktori bilan o'rnatib berilyapti. Sifati juda ham yuqori bo'lgan reduktorlarimizdan. Azizlar, buni birga bir kopiya Xitoy varianti ham bor, lekin bu Xitoy, lekin originali ishlab chiqarish zavod bo'ladi. Bu poddelkasi oddiy sexda ishlab chiqariladigan reduktorlardan. Shu joylariga ozgina e'tibor berib qo'yishlaringizni so'raymiz. Mana bu Italiyada ishlab chiqarilgan Rail farsunkasi 2 o'nlik tezkor farsunkalarimizdan. Sifati juda ham yaxshi bo'lgan farsunkalarimizdan. Azizlar, buni ham birga bir Xitoy versiyalari chiqib ketgan hozir. O'sha joylariga e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, miyasi, ya'ni blok boshqaruv Stack GoFaz 200 Polshada ishlab chiqarilgan legendarniy miyalarimizdan bo'ladi. Mana bu Cobaltimizga propan gaz ballon o'rnatib berildi. Reduktori Nordic AT09 Tamasita achili, sifati juda ham yuqori bo'lgan va bunga ham farsunkasi Rail farsunka 2 o'nlik tezkor va hid chiqarmaslik uchun fagim ishlanglar bir metallik filtrlari bilan original xomati bilan o'rnatib berildi. Bunga ham Stack GoFaz 200 kompyuter boshqaruvlari bilan o'rnatib berildi azizlar. Balloni Belarusda ishlab chiqarilgan 47 talik tabletka ballon bilan o'rnatib berildi. Labo avtomobiliga 65 litrlik metan gaz ballon o'rnatildi. Mana ballonni ko'rishlaring mumkin. Buni joylash joylari mana. Baki o'rtaroqqa siljitib, orqaga zapaskani ham o'rnatib beramiz shunda. Ballon bakni joyiga tushadi. Reduktori original reduktorlarimizdan Lido reduktorimiz, sifati juda ham yaxshi bo'lgan sifatga ega reduktorlarimiz. Bularning narxini 3 million 200 ming so'mga, propanda Cobaltga 3 million 400 mingga o'rnatildi. Polni originali. Bu avtomobilingizga 90 talik metanni 4 million 700 ga eng full variantda original qilib o'rnatib berdik. Haval Julian avtomobiliga propan 49 taligi narxi qancha o'rnatish? Videoni oxirigacha ko'ring, batafsil ma'lumot berib o'taman. 49 litrligini zapaskani o'rniga Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz ballonni chiroyli qilib o'rnatib berdik azizlar. Oldi jihozlariga farsunkasini italyanskiy Rail farsunka, sifati juda ham yuqori bo'lgan farsunkalarimizdan. Reduktori italyanskiy achili Tamasita AT09 modeli. Buni ham sifati juda ham yuqori bo'lgan sifatga ega. Azizlar, mana bu 3 ta bolt tagida bitta filtr turadi. O'shani ham doim esdan chiqmasin, almashtirib turish kerak. Buni filtri taxminan 40 ming 50 ming atrofida turadi. Bitta bir metallik filtrlari bilan o'rnatib berilyapti. Blok boshqaruvi, ya'ni miyasini Avansi 32 ga 4 miyasi bilan o'rnatib berilyapti. Yevropa gaz brendida juda ham o'zini yaxshi ko'rsatgan miyalarimizda mana bu yerda turibdi. Azizlar, buni narxini 49 litrlik propan gaz ballon bilan hammasini eng original sifatli qilib full variantda 4,5 million so'mga o'rnatib berdik. Bizda yana bir Labo avtomobiliga 65 talik metan gaz ballon o'rnatilyapti. Oldi jihozlariga original reduktorlari, shlankalari, dudkalari bilan chiroyli qilib o'rnatib berdik azizlar va salonda ko'rsatib turuvchi datchiklari bilan o'rnatib berildi. Buni umuman kuzovi teshilmagan, zapaskasi ham o'zini joyida qolgan. Mana zapaskasi ballon. Bakini o'rtaroqqa surib
o'rnatib berilgan. Eng sifatli qilib o'rnatildi mana. Zapaska turish holatlari. Buni azizlar 3 million so'mga mana shu ishni original qilib, sifatli qilib bitirib berdik. Metan gaz ballonlarimiz narxi oshdi. Bugundan ballonini razmeriga qarab, o'lchamiga qarab 5-10 dollardan narx-navosi oshdi azizlar. Bugun 21-iyun 2026-yil. Damas 3 avtomobilimizga metan gaz o'rnatish narxi qancha? Videoni oxirigacha ko'ring. Men aytib o'taman narxini. Bu avtomobilimizga 30 litrlik metan gaz ballondan 3tasini tag qismiga o'rnatib berganmiz. Gurishitili peldelka bo'ladi. Mana joylashlari chiroyli qilib, mustahkam qilib, original kraniklar bilan o'rnatib berdik azizlar. Ustiga baquvvat plankalar bilan o'rnatib berildi. Oldi jihozlariga o'rnatilgan jihozlar bilan sizlarni qisqacha tanishtiradigan bo'lsam, farsunkasi italyanskiy Rail firmaniki, juda ham sifati yuqori bo'lgan 2 o'nlik farsunkalarimiz va original zapravочниклар bilan o'rnatildi. Reduktori original X reduktori bilan o'rnatildi. Juda ham sifati yuqori bo'lgan reduktorlarimizdan. Miyasi blok boshqaruvi Stag GoFast 200 Polshada ishlab chiqarilgan eng original kompyuteri bilan o'rnatib berildi. Buni narxini 3 ta 30 litrlik metan gaz ballon bilan 7 million so'mga o'rnatib berildi azizlar. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 10X avtomobilimizga propan o'rnatish narxi qancha? Videoni oxirigacha ko'ring, men batafsil narx-navosi bo'yicha ma'lumot berib o'taman. 65 litrlik silindr Belarusda ishlab chiqarilgan eng sifatli bo'lgan propan gaz ballonimizni bagaj qismiga chiroyli qilib o'rnatib berilyapti azizlar. Oldiga qo'yilgan jihozlar bilan sizlarni qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, reduktori italyanskiy Tomasetti Achille Nordic AT09 modeli, sifati eng yuqori bo'lgan reduktorlarimizdan. Farsunkasi italyanskiy 3 talik Rail 2 o'nlik tezkor bo'lgan farsunkalarimizdan, sifati juda ham yaxshi bo'lgan farsunkalarimiz. Miyasini Yevropa gaz brendida Avansiya 32 ga 4 blok boshqaruvi bilan o'rnatib berildi. Azizlar, buni narxini 4 million 200 ming so'mga o'rnatib berildi. Bizning manzilimiz azizlar, yana bir tushuntirib o'tadigan bo'lsak, ishxonamiz Yevropa gaz servis Bitonkadan Sardobadan o'tgandan keyin Qon bozor keladi. Qon bozordan to'g'ri o'ng tomonga Gulistonni yo'li bor. Eski trassa hisoblanadi, 18 kilometr. Mana shu ko'prikchidan shunday burilib, shu Yevropa gaz ishxonamizga kelsalaring bo'ladi. Bu yoqdan Toshkentdan kelishda svetofordan o'ngga burilib 1,5 kilometrda bitta qayrilib olish bor, razvorot. Shunda qayrilib, mana shu o'ng tomonga burilib, ko'prikchadan o'tib, bizda ishxonamizga kelsalaring bo'ladi. Azizlar, biz eng sifatli jihozlar bilan o'rnatib beramiz. Yolg'on yashik yoki boshqa aldovlar yo'q, hammasi ro'y rost. Bemalol ishonch bildirib kelsalaring bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.